Yonimda nafaqat ichki ko'rinishi, balki tashqi ko'rinishi ham ancha go'zal bo'lgan kompyuter sborka turibdi. Bugun mana shu sborka haqida yaqindan tanishamiz. Ushbu sborkani xohlasanglar montaj, grafika, o'yin, ayniqsa stream uchun olmoqchi bo'lsanglar, mana bunaqangi chiroyli dizayndagi va qulay narxdagi kompyuter aynan siz uchun mos kelishi mumkin. To'g'ri, albatta i7 11-avlod, lekin shunga qaramasdan muhimi bu yerda katta urg'uni tezkor xotirasiga qaratilgan. Videoni oxirigacha ko'rib, ushbu kompyuterni to'liq ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Kelinglar oldin bu nima ish uchun mo'ljallangan degan savolga qisqacha javob berishga harakat qilamiz. Misol uchun 4K 3/4 ta kamerani bemalol qilishingiz mumkin. Xohlasanglar DaVinci, xohlasanglar Premiere Pro kabi dasturlar uchun bemalol hozirgi kun bo'ladi va kamida yana o'rtacha sizlarga 2 yil ushbu kompyuter xizmat qiladi deb bemalol ayta olaman. Undan tashqari kompyuterga vodyanka kuller qo'yilgani uchun anchayin oddiy bashinka kullerlarga qaraganda shovqini pastroq va yaxshiroq sovutishga ega. 3D ishlar uchun gaplashadigan bo'lsak, agar siz protsessor va operativka yordamida render qiladigan bo'lsangiz, bu sizga professional ishlarni shu o'rta darajaga yaqinroq bo'lgan ishlarni qilib berishi mumkin. Agar ham videokarta ham protsessor siz uchun muhim bo'ladigan bo'lsa, unda 3D jihatdan olib qaraganda professional ishlarni shu boshlang'ich etapidagi kompyuter uchun sizga bitta variant bo'lishi mumkin. Endi o'yin, kino, shunchaki uy uchun ishlatishga yoki yaqin insoningizga sovg'a qilishga, misol uchun bittagina telefon narxida shu kompyuterni xarid qilishingiz mumkin. Chunki kundan-kun hozirgi kunda bu kompyuterlarning narxi oshib ketmoqda, ayniqsa SSD va operativkalarniki. Keling, ana endi ushbu kompyuterimizning aniq texnik xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Birinchi galda prosessor i7 11-avlod, ya'ni 11700F prosessori hisoblanadi. Unga mos MSIdan Mac B560M Bazooka deb nomlangan plata tanlangan. Ya'ni bizning prosessorimiz K seriyadagi, ya'ni overclock qilish xususiyatiga ega bo'lmagandan keyin B seriyadagi plata bemalol ushbu prosessorga yetib ortadi. Muhimi esa bizning prosessorimizni sovutish uchun Zalman brendidan Alpha 28 deb nomlangan qora rangdagi o'zining chiroyli dizayniga ega bo'lgan ikkita kullerli o'sha vodyanka bizda qo'yilgan, ya'ni 240 mm deyishimiz mumkin. Bu ham sovutish jihatdan ham chiroy jihatdan ancha kompyuterimiz ko'rinishini boshqacha ochib bermoqda. Tezkor xotiramiz bizda ikkita 32 GB dan ikkita, ya'ni umumiy 64 GB DDR4 Lexar brendidan 3200 MHz da ishlovchi tezkor xotiralar qo'yilgan. 64 bu hozirgi kunda ancha-muncha bitta kompyuter sborkani puli hisoblanadi, 64 operativkani narxi. Doimiy xotiraga esa SSD dan ikkita qo'yilgan, Samsung 980 deb nomlangan 256 GB va 2900 tezlikda ishlovchi bitta SSD. Undan tashqari Kingston brendidan ham NVMe SSD qo'yilgan 1 TB va 6000 tezlikda ishlovchi, ya'ni disk uchun ham D disk uchun ham bizda o'sha ikkita NVMe SSD o'rnatilgan. Videokartani ham ko'rishimiz mumkin. Chiroyli ko'rinishdagi o'sha Gigabyte brendidan RTX 3060 videokartasi 12 GB hajmdagi. Bularning barchasini tok bilan ta'minlash uchun esa Zalmandan 80+ sertifikatiga ega bo'lgan Megamax deb nomlangan oilasiga mansub va shu blokdani bizda 700 wattli hisoblanadi. Undan tashqari plataga Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.3 ni qo'llab-quvvatlash uchun ham AX Editor 00 deb nomlangan maxsus vositamiz o'rnatilgan. Ya'ni ushbu kompyuterimizda ham Wi-Fi, ham Bluetoothga ham ega. Bularning barchasi esa ajoyib mastaqil ko'rinishdagi transformer case'ga yig'ilgan. Ya'ni faqat ichki ko'rinish emas, ya'ni tashqi ko'rinish ham noodatiy bo'lishini xohlashgan, menimcha, kompyuter yig'dirayotgan paytda, ya'ni yangi bo'lgan paytda bu bizda to'laqonli barchasi deyarli ishlatilgan qurilmalardan yig'ilgan kompyuter hisoblanadi o'zi. Ushbu sborkada boyaga aytgan Wi-Fi qurilmamiz va boyaga Kingstondan 1 TB NVMe SSD yangi hisoblanadi. Ya'ni qolgani boyaga aytgandek ishlatilgan kompyuter qurilmalardan iborat. Aytgancha Counter-2da ham test qilib ko'rganmiz. Sal turib bu Counter-2dagi test natijasini ko'rishingiz mumkin. To'g'ri, i7 11-avlod bo'lgani uchun nisbatan FPS kamroq bo'lishi mumkin. Ya'ni boost qilish orqali yana 70-80 FPS ga oshirish mumkin o'zi. Biz endi hech qanaqa boost qilmasdan kompyuter o'zi real hayotda, ya'ni shunday Counter-2 ni ustanovka qilgan paytingizda qanaqa FPS ko'rsatsa, shu FPS ni sizga ko'rsatib beramiz. Marhamat, ushbu kompyuterimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, Computer Spare Parts, ya'ni Sergey Kana do'koni orqali hoziroq xarid qilishingiz mumkin. O'zi bitta dona
kelgan. Undan ham tashqari yana ham arzonroq yoki yana ham qimmatroq kompyuter xohlasanglar ham aynan ushbu do'konga murojaat qilish orqali o'zingizga qanaqa kompyuter kerak bo'lsa yig'dirib olishinglar mumkin. Xohlasanglar ofis, xohlasanglar 3D, xohlasanglar montaj, xohlasanglar o'yinlar uchun ham turli kompyuter zapchastlari, qurilmalari bor. Aytgancha, o'zingizlarda eski kompyuter bo'lsa ham ularga topshirib, o'rtadagi xizmatini kelishib, boshqa yangi kompyuterni ham olishinglar mumkin. Ya'ni trade in xizmati ham ushbu do'konda mavjud. Marhamat, ushbu kompyuter haqida sizning fikringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Hop, ko'rishimiz mumkin. Prosessor i7 11700F, tezkor xotira 64, video kartasini ko'ramiz. Bizda video kartasi RTX 3060 ko'rishimiz mumkin. Ana endi Ctrl ni ochib test qilib ko'ramiz. Hop, o'yin nastroykasini ko'ramiz. Bizda 1920 ga 1080 da ochmoqda. Hammasi vysokiyda turganda bizda 200 FPS atrofida o'ynamoqda. Niskiga qo'yamiz. Ana test tekshirib ko'ramiz. Niskiga qo'ysa, o'rtacha 250 deyishimiz mumkin, lekin eng kami 200 ga tushmoqda. FPS atrofida o'ynamoqda. Bunga sabab o'zi video kartamiz 400 FPS ham tortadi. Men 3060 test qilib ko'rganman. Bu albatta bu yerda bizda prosessorga ham ko'p narsa bog'liq. Prosessorimiz i7 11-avlod bo'lgani uchun ham bunaqa katta FPS bera olmayapti, lekin video kartani kuchi yetadi. Ya'ni o'zi umuman aytadigan bo'lsak, ushbu kompyuter bilan o'rtacha 240 FPS da mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi Ctrl 2 ni. Bundan tashqari operativka 64 bo'lgani uchun sizlarga montajda, eksport qilishda, render qilishlarda ancha foydasi tegadi. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.